Salom va hurmatlar. 3 yillik urush yo 3 yillik safar ushbu nom tarixchilar tomonidan sohibqiron Amir Temurning g'arb mamlakatlariga o'ta muhim va uzoq uyushtirgan hujum va yurishlariga berilgan bir ism. Ushbu janglar taqriban 798 to 802 hijriy qamariy yillari 1396 illo 2000 milodiy yillarida amalga oshirilgan. Amir Temur o'sha davrda quyidagi mantiqalarga hujum qilgan, shu jumladan Ozarbayjon Eronga, Armaniston va Gurjistonga, Ajam va Arab Iroqqa, Shom bugungi Suriyaga, Kichik Osiyo, Anadolu, Turkiyaga. Hujumlar natijasida 789 qamariy yili Ozarbayjonga uyushtirilgan hamla natijasida Qaraqo'yliklar mag'lubiyati, 799 qamariy yil Bag'dod tasarrufi va Ahmad Jaloyevning mag'lubiyati, 800 qamariy yili Dimashqning fathi, 801 yili Anadoluga hujum, 802 yili Anqara jangi Bayazid Yildirimning og'ir mag'lubiyati. Oldin aytib o'tganimdek, 3 yillik urush Amir Temurning g'arbga qilgan yurishi va etgan janglarining ismidir. Ushbu janglar natijasida Amir Temur katta muvaffaqiyatlarga erishib va ushbu janglar natijasi uning e'tiborini yuksatib ko'kka ko'targan. Bugungi dasturimizda ana shu yuqoridagi mavzular to'g'risida Ak Orsoy bilim yurtining ustozi, hurmatli professor doktor Izzatullo Zaki Dehqonoğlu janoblari bilan batafsil suhbat qilamiz. Muhtaram professor Izzatullo Zaki Dehqonoğlu, bugungi dasturimizga takror xush keldingiz. O'shandayki, janob professor, o'tgan barnomalarimizda Amir Temur hazratlarining o'tgan xususiy hayotlari to'g'risida albatta suhbat qildik. Bugun Amir Temurning 3 yillik, 5 yillik, 7 yillik janglari yo safarlari to'g'risida albatta barnomamizni qo'lga olamiz. Bugungi dasturimizni Amir Temurning 3 yillik safarlari yo 3 yillik urush yo janglari to'g'risida albatta ixtisos berganmiz. Shu mavzuda albatta sizni fikringizni do'stlar bilan bildiramiz. Marhamat, ustoz muhtaram. Bismillahirrahmanirrahim. Ulug' Tengri taolo oti bilan. Hurmatli doktor Abdulloh janoblari, birinchidan sizga va Turon televizionining izlayicilariga, ko'ruvchilariga chin ko'ngildan hurmatlarimni taqdim qilaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizni so'rog'ingizga Amir Temurning safarlari qanaqa bo'lib o'tgan va necha taqsim bo'lgan, shuni javob berishim kerakki, Amir Temurning safarlarini biz tarixchilar 4 bo'limga ayirmoqimiz mumkin, taqsim qilishimiz mumkin. Birinchisi, Amir Temurni yigitlik paytida Samarqand va atrofidagi safarlari, undan so'ngra Amir Temurning 3 yillik safarlari ki biz bugungi barnomamizda Amir Temurning 3 yillik safarlari ustiga to'xtab o'tamiz. Undan sonraki paytlarda Amir Temurning 5 yillik safarlari va undan sonra Amir Temurning 7 yillik safarlari bilan Amir Temurning butun futuhatlarini, fatihlarini, zafarlarini qo'lga olamiz. Ana endi bizlar shunday bir qaraganimizda Amir Temurni bir yigit, bir javon bo'lib 23 yoshlarida otasini o'rniga Barlos qabrasini boshiga o'tganida u ko'p xo'shnasib, chansli bir inson ediki, Mo'g'ullarning hokimiyati, Chag'toyxonning hokimiyati Turkistonda parchalanib, tit bo'lib va dog'ilgan edi. Zaif bir holga kelgan edi. Bu Amir Temur uchun qochirilmas, topilmas bir fursat, bir tilloyi fursat edi.
Amir Temur o'shanday paytga birinchidan 23 yoshlarida 1360 yillarida qaraganimizda o'zi Barlos qabilasining boshlig'i bo'lib Chag'toy va Mo'g'ul xonadoniga tobi bo'lgan, toki qudratni qo'lga olganicha. 1360 yillarida qaraganimizda Amir Temurning bu Mo'g'ullar hokimiyatidan uzoq, o'zi o'z erk, mustaqil, xudmuxtor bir shaklda harakatlar qilgan va 1365 yillarida Mavarou Nahir va Mavarou Nahr degan bo'lgada hokimiyatini, mantiqada hokimiyatini qo'lga olgan hokim bo'lgan va 1370 yillarida yana Mo'g'ullarga bog'liq bo'lgan Amir Husayni qo'lidan Balxni olgan, Balxga hokimiyatini surdirgan. Amir Temur yine qaraganimizda 1371 milodiy yillarga qaraganimizda Xorazmda safar tashkil bergan. Amir Temur 5 dafa Xorazmga fath harakatlari taqdim qilgan va buradagi hokimlarni qo'ldan 1371 dan 1374 yilgacha 5 yillik va 5 safar natijasida Xorazmda olgan. Ana endi qaraganimizda Samarqand va Mavarou Nahrdan sonra Xorazmni olgandan keyin endi hokimiyatni Iron va Qafqoz mantiqasiga surdirgan. Ana endi bizlar Amir Temurning bu fath harakatlariga Xorasonda kimlar hokim bo'lgan, nima ishlar qilgan uni qo'lga olamiz. O'sha paytda Herot markazli bir xonadon Kartlar xonadoni bo'lgan. Yine qaraganimizda Sabzivor markazli Sarbadoriylar bo'lgan. Jurjon, Ostarobod, Bistom, Domg'on, Simnonga To'g'a Temuriylar bo'lib o'tgan. Shiroz, Fors, Kirmon mantiqalarida Muzaffariylar bo'lgan. Bag'dodda Jaloirlar bo'lgan. Amir Temur qaraganimizda Mavarou Nahr, Samarqand, Xorazmdan sonra bugungi Afg'oniston va Janubiy Turkiston, Herot va Iron to'proqlarini 1384 yilida qo'lga olgan. Ana endi bizda kelamiz Amir Temurning 3 yillik safariga. Amir Temurning 3 yillik safari asosan 1386 milodiy yildan 1391 yillarigacha davom qilgan. Bu ko'p ko'rinsa ham buni oti 3 yillik safar bo'lgan. Bu safardan nima ish qilgan Amir Temur? Avvaldan ko'rganimizda Samarqand, Xorazm, Xorason mintaqalarini olgan. Ana endi qaraganimizda Qafqoz mantiqasi. Qafqoz deganimizda Ozarbayjon, Armaniston, Gurjiston va Anatoliyaning ba'zi mantiqalari uni ichiga kiradi. Bu Amir Temurning 3 yillik safari ichida fath bo'lgan. Amir Temur Iron safarlariga qaraganda bu fathlari uchun 1386 bilan 1391 yillariga davom qilgan. Birinchidan Iron mantiqasida bo'lgan hojilarni korvonlariga hamla qilgan. Luriston amiri Malik Izzettinni vazifadan olib, tutuqlab Samarqandga yuborib qo'yib. Luriston Ironning ichidagi bir mantiqani. Undan sonra Bag'dodga qochib ketgan Sulton Ahmad Jaloirni qo'lidan Tabriz mantiqasini olgan. U keyincha Gurjilarga qarshi bir jihad, bir g'azo faoliyatlarini e'lon qilib, Nahjivon, Ig'dir, Qars qalasi va shaharlarini fath qilib kelgan. Amir Temur Tiflis bugungi Gurjistonning boshkanti, bosh shahri bo'lgan Tiflisni fath qilib, Shirvon oilasini o'ziga bog'liq holga keltirgan. Yana qaraganimizda musulmon gurjilarga bag'ishlab ularni qonini, molini, jonini, izzatini, iffatini
qo'rigan, ozod qilib qo'yib yuborgan. Yana 1387 yilida qaraganimizda Qora qo'yinlilarning ustiga borib, Oladog, Oydin qal'asi bugungi Turkiyada bo'lgan Doğu Boyazid mantiqalariga kelgan Amir Temur. Yana safarlari paytida Arzurumning Avnik qal'asini olgan. 1387 yilida Temmuz oylarida, ya'ni issiq oylarida Chapoqchuradan o'tib Murod nahriga borgan. Ya'ni Mush Axlotni muhosara qilib 21 kun muhosaradan so'ngra Vonni va Von ko'lini qo'lga olib hokimiyatiga joy qilgan Amir Temur. Amir Temur bu fathlarini davom qilgan paytda keyingi fathlarga qaraganimizda Eronga qaytgan. Eronni Hamadon, Isfahon shahriga kelib, buradagi sayyidlar, shariflar, olimlar, mutasavviflar tomonidan istiqbol bo'lgan. 1387 yilini qish oyida Shiroz va Shushtar viloyatiga borib, muzaffarilardan Zaynul Abidin Muzaffari Amir Temurga isyon qilgan edi. Uni isyonni bostirib, uni tutib olgan. Shirozda bo'lgan paytda Oltin Urdani, ya'ni saroyda bo'lgan Oltin Urdani 1387 yilida Samarqandga hamla qilgani uchun o'rganib bo'lgan. Samarqand va bosh shahrni qutqazmoq uchun, muhofaza qilmoq uchun bu safaridan keyinga qaytgan, Samarqandga kelgan. Bu shaklda Amir Temurni qaraganimizda faoliyatlari va 3 yillik safarlari 1360larda boshlagan safari adog'iga muvaffaq bir shaklga erishgan. Yana bir paytlarda, yana bir videolarda sizlarga biz Amir Temurning 5 yillik safarlari va 7 yillik safarlari haqida ma'lumot beramiz. Sog' bo'ling, yaxshi qoling. Rahmat. Aziz ko'ruvchilar, albatta aziz Turon sesi ko'ruvchilari, bugungi dasturimizni ham albatta oxiriga keldik va kelayotgan dasturimizda yana ham janob professor Soy bilan 5 yillik safarlari, Amir Temurning 5 yillik safarlari, ya'ni 5 yillik urush yo janglarini inshaalloh qo'lga olamiz. To kelayotgan dasturimizgacha sizlarni Xudoga topshiraman. Sog' u salomat u bardam qolinglar. Rahmat.